bir erkak kishi uyga kelsa, xotini osh damlab o'tirgan bo'ladi, erini kutib. Xotini sen bilan gaplashadigan bir muhim gapim bor deydi xotiniga. Xotinini yoniga o'tirg'izib, xotin, meni senda ko'nglim yo'q. Sen bilan men ajrashmoqchiman. Uni ko'ngli chunki boshqa bir ayolda bo'ladi. Keyin xotini ham o'ylab o'tirmasdan, mayli ajrashaman, lekin bitta shartim bor. Nima sharting bor? Shartim shuki, o'sha menga uylangan paytingizda uyni ichida meni ko'tarib yurardingiz. O'shanday meni yana bir oy sizga muddat ko'tarasiz, bir oydan keyin men siz bilan ajrashaman deydi. Shunda erkak ichida o'ylab turib, muammosiz men bilan ajrashaman deyapti. Nima bo'pti, bir oy ko'tarsam buni o'tadi ketadi deb o'shanday bir fikr xayol bilan shartiga rozi bo'libdi. Shunda kunlardan bir kun o'sha xotinini ko'tarish marosimi boshlanibdi. Har kun kelib xotinini bir ko'tarib yerga qo'yib qaytib ketaverar ekan, kunni sanab ketaverib. Bir kun shu oxirgi kunlar yaqinlashganda xotiniga bo'lgan mehri oshib, xotinini 3 soat, 4 soatlab yerga qo'ymasdan faqat ko'tarib uyda yurib, xotini ham o'zini shunday bag'rini eriga topshirib, shunda kelib o'sha uni yo'ldan urgan ayol deymizmi? Shu ayolga aytadiki, meni hech qanday sen bilan turmush qurmayman, meni ajrashadigan hech qanday xotinim yo'q. Men xotinimni sevaman. Shu bilan uyga, xotiniga gul, farzandlariga kiyim, kechak qilib uyga shunday borganida, xotinimni endi bir sevintiraman deb shunday yotoqxonasiga kirganda, xotini erini kelishini ham kutmasdan joni uzilgan bo'ladi. Shunda qarasa yonida bitta qog'oz turibdi, qog'ozni o'qib qarasa, men 1000 bor uzr so'rayman dadajonisi, sizni kutib tura olmadim. Lekin meni niyatim sizga bir oy muhlat qo'yganligimning sababi, ertaga farzandlarimiz onam bilan otam bir-biri bilan hech qachon kelisha olmasdan onam bechora oxiri o'lib ketdi degan fikrga kelmasin. Otam meni onamni qo'lida ko'tarib yurardi, shunchalik yaxshi ko'rardi-yu, lekin mana shu saraton kasalligidan onam vafot etdi deb, mana shunday farzandlar siz haqingizda shunday fikrda yursin degan o'sha jumlalarni yozib qoldirgan ekan.